mashinasini sotmoqchi bo'lgan aka-ukalar, opa-singillar, agar sizlar bizning oldimizga kelishga vaqtinglar bo'lmayotgan bo'lsa, biroz telefon qilsanglar, biz o'zimiz xonadoningizga yoki ish joyingizga borib, mashinanglarni syomka qilib, qo'ldan kelguncha harakat qilib, chiroyli narxda sotib beramiz. Bizda shunaqa holat. To'g'ridan-to'g'ri egalaridan Cobalt avtomobili 2025-yilda ishlab chiqarilgan full Midnight komplektatsiyada mashinamizning probegi 71 ming kilometr. Mashinamiz benzinda yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, kuzov absolyutno toza holatda, kapotlari ham chaqilib ketmagan. Bemalol xohlagan ustiga tekshirtirib olishingiz mumkin. 4 ta baloni yangi holatda, yaxshi yumshoq balonlar taqilgan. Texnik holatlari ham zo'r. Saloniga keladigan bo'lsak, salonni ko'rishingiz mumkin. Sal qorong'uroq, matviy holat turibdi, urinib ketmagan, qirilib ketmagan, yaxshi chexol poliklar tashab qo'yilgan. Rul holatlari ham zo'r turibdi, hollari bilan. Akkuratniy, приятный salon. Bitta antiradarini egasi yechib olar ekan. Mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi egalari bilan talashib, tortishib, savdolashib, 10.400 dollarga ko'ndirib qo'ydim. Telefon raqamlar pastda bo'ladi. Aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.